O'zbekistonda 1 million o'quvchini o'qitib, rekord qo'ygan inson Botir Jo'rayev ilk bor eksklyuziv intervyu berdi. Hozirgi kunda 9 ta filialimiz bor. Bitirganlar soni 1 milliondan ko'payib ketdi. Oxford School va Fast Education bizneslarini ichkaridan ko'rsatdi. Bolalarimiz IELTS olganlar mana 7, 8, 7,5, mana 7 dan kami yo'q. Va ekzaminlar individual olinadi. Reading, listening, speaking, writing hammasi izoh, feedback bilan beriladi va rezultatlari chiqadi. Tanish bilishda ishlamaydi. Umuman tanish bilish ishlamaydi. Samarqanddagi eng yirik Fast Education o'quv markazi qanday boshlanganini to'liq ochib berdi. Bu yangi binomiz. Shu 25-yil biz buni ochdik. Bu maktab yarim gektarga qurilgan, 2000 ta studentni qabul qilishi mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling va siz Umra sayohatini yutib olishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Millioner klubiga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Samarqanddagi eng mashhur insonlardan biri. O'zbekistonda 1 millionta o'quvchi o'qitib, rekord qo'ygan ustoz, Oxford School asoschisi va Fast Education asoschisi Botir aka Jo'rayev bilan intervyu olamiz. Xudo xohlasa bu videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bunaqa intervyu hali Samarqandda ustoz bilan bo'lmagan. Biz boshladik. Assalomu alaykum Diyorbek. Xush kelibsiz Samarqandga. Rahmat. Oxford maktabiga xush kelibsiz. Keling, taklif qilaman sizni. Rahmat. Biz ularga o'xshab kirmaymizmi? Yo'q, ana shu yerda siz mehmonsiz, sizda fingerprint yo'q, bizda bolalarimiz ertalab kirayotganda, kechqurun chiqayotganda Face ID bilan o'tadi. Bu ota-onalarga сообщение yuboradi. Qachon keldi, qachon ketdi. Bu xavfsizlikni yaxshilaydi. Ota-onalar mamnun bo'ladi bu narsadan. Amin bo'ladiki, bolasi haqiqatan ham maktabda kirdi va chiqdi. Tushundim. Xo'p, Botir aka, bizda Millioner klub rubrikamiz bor. Ya'ni Botir aka Jo'rayev haqida 3 ta fakt aytib bersangiz. Misol uchun biz bilamiz, ko'pchilik maqtangiz kelmaydi, lekin men savollar beraman, javob berib kelsangiz. O'zi men bilamanki Oxford International School sizniki. Xo'p. Qachon ochilgan? Nechta o'quvchi o'qiydi? Qancha gektarga yoki nechta o'tiq joy? Bilasizmi, shu 25-yil biz buni ochdik, lekin eski binomiz biz Oxford xalqaro maktabini 22-yil ochganmiz. Bilasizmi, har yili 11-sinflar tugatganda ular 100% IELTS bilan tugatadi. Va oxirgi yilimiz 100% IELTS bo'ldi va 87% SAT sertifikat bilan chiqishdi. Shunda nechta o'quvchi umumiy bo'lgan sizlarda bu yerda? Bilasizmi, biz ko'p student olmaymiz. Chunki biz faqat natijaga ishlaymiz. Birinchi yil biz 250 ta bola olganmiz. 9-10 sinflar. Keyin 11-sinflarni tugatgandan keyin 7-8 ni oldik. Keyin 25-yilda 5-6 sinflarni oldik. Masalan, bitta narsani aytaman. Mana shu 25-yilda 5-sinflar uchun 200 ta bolani biz ekzamen qilganmiz. 200 tadan faqat 13 tasini qabul qilganmiz. Nimaga? Bilasizmi nimaga? Chunki maktabimiz juda ham natijaga qaratilgan. Pul berdi o'qit degani yo'q. Masalan, bir kishi aytishi mumkin, bitta sinfda 20 ta bo'lsa, 13 bola bo'ladigan bo'lsa, sizga bu qanchalik foyda olib keladi? Biz foydaga emas, ko'proq natijaga ishlaymiz. Shuning uchun bu yerda son muhim emas, bu yerda sifat muhim. Albatta, sifatga juda ham qattiq e'tibor beramiz. Keyin bilamanki, sizda Fast Education o'quv markaz tarmog'i bor. Nechta filialingiz bor? Qachon ochilgan birinchi filial? Qachon? Chunki menga aytishganki, O'zbekistonda birinchilardan biri ochilgan o'quv markazi. Albatta, 2005-yilda biz Fast Education'ni ochganmiz. Boshida bilasizmi? Bitta kichkina xonamiz bo'lardi. O'zimiz dars berib, o'zimiz tozalab borardik. Hozirgi kunda 9 ta filialimiz bor. 10 mingtadan ko'proq studentlarimiz bor. O'qiyotganmi? Hozir o'qiyotganlar. Bitirganlar soni 1 milliondan ko'payib ketdi. 1 million deb shunaqa katta son. O'zingiz ustoz sifatida necha yildan beri o'qitasiz? 20 yildan beri o'qitaman.
Men Ingliz tilidanmi? Ingliz tilidan dars beraman. Xo'p, mana qarang. Men shaxsan o'zim CELTA xalqaro o'qituvchi CELTA sertifikatini Cambridge English Assessment'ni olganman. Undan tashqari TESOLni ham olganman. Mana yaqinda ustozlarning ustozi degan sertifikatni ham oldim. Xalqaro sertifikat Train the Trainer, ya'ni ustozlarning ustozi. Bu ya'ni menga ruxsat beradi nafaqat o'quvchilarga, ya'ni o'qituvchilarga ham dars berib, ularni metodikasini kuchaytirishga yordam beradi. Zo'r ekan. Endi bir o'zingiz tanishtirsangiz, ya'ni qachon tug'ilgansiz, qayerda tug'ilgansiz, qanaqa bu sohaga kirib kelgansiz, qiyinchilik bo'lganmi yoki srazu уже katta $1 million investitsiya olishib maktab ochganmisiz? Yo'q, bilasizmi bu qanday bo'lgan? Birinchi men Samarqand davlat chet tillari institutini 2003-yilda tugatib, Hindistonga grant yutib o'qishga borganman. Magistraturaga. 2005-yil u yerni tugatib kelganimda, keyin dars berishni boshlaganman uyda. Uyda kichkina xonamiz bo'lardi. Xom taxta deyilardi, ko'rpachaga o'tirib bolalarni qabul qilib ekzamen topshirgan. Dars o'tganmiz. Ingliz tilidan dars berib va o'sha bolalar natija ko'rsatgan sari bolalar ko'payishni boshlagan. Bitta kichkina xonada kuniga bir 30 kishi, 40 kishini qabul qilardim. Lekin o'sha paytlar TOEFL juda mashhur edi. TOEFL ko'proq o'rgatardik. Paper based TOEFL bo'ldi, keyin computer based bo'ldi, keyin IBC bo'ldi. Keyin qarasam IELTS ham mashhur bo'lib ketyapti. Keyin asosda TOEFLdan IELTSga o'tib ketdik. Hozir shunda siz bitta kichkina xonadan boshladingiz. Hozir shu Oxford necha gektarga qurilgan? Nechta o'quvchi sig'adi bu yoqqa? Bilasizmi, bu maktab 1,5 gektarga qurilgan. O'zini hajmi bo'yicha 2000 ta studentni qabul qilishi mumkin. Lekin nechta o'qiydi? Lekin hozirda 500 ta bolamiz bor. Chunki siz sifatga e'tibor qaratasiz. Sifat birinchi muhim, chunki bilasizmi, Oxford xalqaro maktabining oliy maqsadi, bilasizki, bizdan juda ko'p kuchli olimlar, ulamolar, alomalar chiqqanda, Imom al-Buxoriy deysizmi, Beruniy deysizmi, Al-Xorazmiy deysizmi, nima uchun hozirgi paytda kelib ular yo'q? Biz o'sha avlodlarni boshqatdan kashf qilmoqchimiz. Buni Oxfordning maqsadi shu. Endi o'zida nega aynan Oxford nom bo'ldi? Mana ichkariga kirdik, endi qisqacha tushuntirib nimaga Oxford International School? Bolalarimiz hozirgi kunda maqsad qo'yishga qiynaladi. Biz Oxford qo'yganimizni maqsadi Oxfordda har kun eshitib, ular ham Oxford, Cambridge, Harvard, Yale universitetlariga borishga harakat qilishi uchun, dalda bo'lish uchun qo'yilgan. To'g'ri. Tegi ma'nosi shu, to'g'rimi? Ha. Xo'p, endi qisqacha tushuntirib bersangiz. Ko'raman bu reception. Mana bu natijalar, bu yerda ham natijalar tushuntirib bering. Ko'rsatib bering aka bizga. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda reception. Receptiondan tashqari mana kameramen bor. Ular ertalabdan kechgacha darslar jarayonini kuzatib boradi. Hamma joyda kabinetlar, klasslar, sinflar, bular nafaqat bolalarni, o'qituvchilar, butun komanda qanday ishlayapti, qanaqa jarayonda bo'lyapti, hammasi ketadi. Kim bu yerga bitta narsani aytmoqchiman. Mana bu yerda sinflarni alohida shkofchalari bor. Bolalarni telefonlari turadi. Hammada iPhone. Hammada iPhone. Telefonlari turadi. Nimaga? Bolalar kelib telefonni bu yerga topshirib, kechqurun dars tugagandan keyin olib ketishadi. Mana ko'pchilik, mana siz 20 yillik ustozsiz, telefoningiz yoshini buzadimi? Buzyaptimi? Albatta buzyapti. Chunki bu juda ham ko'p chalg'itadi va bolalar shorts ko'radi, reels ko'radi. Ular keraksiz ma'lumotlarni olib qo'yyapti o'ziga. Ya'ni mana hozir oxirgi kunlarda AI, Artificial Intelligence, bolalar har oddiy savolni ham ChatGPT da yozyapti-da, bolalarda rivojlanish, tafakkur qilish, tanqidiy fikrlash oqsayapti. Biz olib qo'yganimiz bilan endi ular ChatGPT, Shorts, Reels ko'ra olmaydi. Bitta narsani aytib o'taman shu yerda. Sentabr boshida bolalar kelganda telefonni olib qo'yganimizda biz kuzatuvda edik, bolalarni kuzatdik. Hech kim bir-biri bilan gaplasha olmasdi.
Qancha proyektlar qildik, team building bo'lmadi. Lekin o'sha 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin bolalar bir-biri bilan kommunikatsiya qiladigan, har xil proyektlar qiladigan bo'lishdi. Bitta telefonni olib qo'yishi bilan mana shuncha narsa joyidan qimirlatib ketdi. Men xohlardimki, O'zbekistonda ta'limda hamma maktablarda telefonni olib qo'yish tizimini yaratish kerak. Vaqti keldi deb o'ylayman. Mana ko'pchilik oddiy maktablarda misol uchun ustoz telefon olib qo'ysa, ota-onalar kelib, siz bolam nimaga telefonni olib qo'ydingiz? Men palon pulga olganman, nimadir bo'lsa nima bo'ladi? Men o'zim telefon qilgan degan gaplar ham bo'ladi-ku. Albatta bo'ladi bu narsa. Endi har xil ota-onalar bor, lekin bizni ta'limdagi vazifamiz, shaxsan meni vazifam, ta'limdagi insonlarning vazifasi nima? Ota-onalarga shuni chiroyli qilib yetkazib, ularga tushuntirib berish kerak. Qanchalik bu yoshlarimizga zarar qilayotganini. Ya'ni siz aytyapsizki, siz mana sentyabrda test qilgansizlar, odamlar telefon qancha ko'pini zamprudek bo'lib qolishyaptimi? Albatta. Men aytdim-ku, sentyabr boshida bolalar bir-biri bilan kelisha olmasdi. Hattoki bitta sinfda o'tirib gaplashmasdi. Ana endi ular har xil proyektlar qilib, team building yaxshilanib boryapti. Foyda berdi demak. Albatta foyda berdi. Hop, ota-onalar qanday ularga aloqaga chiqadi, nimadir strochni bo'lib qolsa? Yo'q, strochni bo'lib qolsa, albatta call centerimiz bor. Ota-onalar birdan chiqib, ulardan so'rasa, ular bolalarni topib telefon qildirishadi. O'sha hammasi Albatta bor, albatta bor bu. Xo'p, buni tushundik. Mana bu natijalarni ko'raman. Bir keling, natijalar haqida gaplashamiz. Chunki aytyapsizki, 1 millionta o'quvchi o'qitganman deyapsiz. Bu degani 1 millionta o'qitgansiz, ya'ni odamlar natija bo'lmasa kelmaydi. Albatta. Natija borki, odamlar kelyapti. Albatta, bilasizmi? Bitta narsani aytib o'taman. Shu paytgacha biz katta reklama qilmaganmiz. Men Fast Education, Oxfordda hech qanaqa reklamalarga muhtoj yo'q. Nima uchun? Chunki natijaga ishlaymiz. Mana bu yerda qarasangiz, bolalarimiz IELTS olganlar, mana 7, 8, 7,5, mana 7 dan kami yo'q. 7, 7,5, mana masalan bu yosh bolamiz 9-sinf, 10-sinf bo'ldi, 7,5 olgan. Hali nimaga bormasdan turib, 11-sinfga bormasdan turib, bolalar уже IELTS ballarini olib qo'yyapti. Bular repetitorga borishmaydi. Yo'q, shu yerda hammasini ingliz tilini ertalabdan kechgacha shu yerda o'qib, IELTS, SAT, IT sertifikatlarini oladi. Endi, ya'ni men tushunishim bo'yicha, sizlarning maktabinglar chet elga o'qitishga kirishga harakat qilasiz. Mo'ljallangan. Misol qilib aytaman. Mana Sherzod va Madina bu kishi bitirganlarida hozir Amerikada Cincinnati University'da meditsina yo'nalishida o'qiyaptilar va bu kishi el yurt jamg'armasi orqali 100% grant olib o'qiyaptilar. Necha pullik grant? Bu taxminan bir 300 ming, 400 ming dollar bo'lsa kerak. Yo'q. Chunki 4 yillikni el yurt jamg'armasi to'lab beryapti. Hammasi. Accommodation deysizmi, ovqati deysizmi, kiyim-kechaklarimi, hammasini to'lab beryaptilar. Mana davlatimiz ham mana shu yoshlarga qilayotgan hissasi bor katta. Rahmat deb qo'yamiz. Mana endi savol, mana bu yerda eng kuchli o'quvchi bormi? Ya'ni eng katta natija qilgan o'quvchi bormi? Eng zo'r. Mana hozir bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana 8 turibdi. Fatima Zuhra degan studentimiz 8 olganlar. Lekin boshqalari ham yo'q, men aytmoqchimanki, eng ko'p grant yutgan insonmi? Bu yerda bormi? Albatta, grant yutganlar bor. Masalan, Behruz Amerikada o'qiyaptilar. U kishi ham masalan bir nechta universitetlarga topshirib, 1 million dollardan ko'proq grant yutgan. Lekin South Florida universitetini tanlab, hozir o'sha yerda o'qiyaptilar. Mana ko'pchilik yoshlar hozir O'zbekiston universitetlarida emas, balki Amerika, boshqa davlatdagi universitetlarga intilyapti. Nimaga? Nima sabab? Chunki bir 10 yil oldin desakmi, bolalarda chet eldagi universitetlar haqida, imkoniyatlar haqida ma'lumotlar juda ham kam edi. Va ularni bilimlari ozgina tor edi. Hozir ular ham IELTS olyapti. Mana bu tomonda SAT olyapti. Matematika va ingliz tili bo'yicha. Mana qarasangiz 1520, 1410 SAT ballarni olyapti. Nafaqat SAT, mana qarasangiz, hattoki AP sertifikatlarini ham olyapti. AP bu nima?
Bu shunaqa narsaki, siz hali Amerikaga bormasdan turib, ular o'tadigan fanlarni o'tib, u yerga borganda u fanni o'sha ikkinchi marta o'qimaysiz. Oldindan o'qib borasiz. Chunki bu yerda nimasi yaxshi bo'ladi? U yerda kredit sistemasida har bitta fanni tanlaganingizga siz to'lov to'lashingiz kerak. Bu yerda ko'p fanni bu yerda o'qib ketsa, sertifikatni olib qo'ysa, u yerdagi to'lovlar kamayib boradi. Tushundim. Mana bu yerda eng katta natija SATdan 1550 ko'ryapman. Bu eng katta natijam sizlarda hozir? Ha, hozircha shu. Lekin martda yana gruppa tayyorlanyapti. Ertalardan kechgacha, hattoki yakshanba kuni ham ishlayapmiz. Nasib bo'lsa rekordni uramiz. Hozircha 1550. Keyin qiziq savol, misol uchun mana o'la SATdan olishadi, IELTSdan sizlarda qanaqa dokument bormi? U yig'ib yurasizlarmi? Albatta, bularni hammasini yig'ib portfolio qilamiz. Keling, men sizga ko'rsataman. Bolalar mana bizni bitirgan bolalarimizni har bittasini portfoliosi bor. Masalan, xohlaganimizni ochamiz. Deylik, juda ko'p narsa olgan. Mana IELTS'i bor, SAT'si bor, e'tibor bersangiz. Hattoki mana qarang, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyatida ham o'qigan bular. Chunki birinchi pomosh, первый pomoshni ko'rsatishni o'rgangan. First aid bu xalqaro sertifikat. Bundan tashqari New Uzbekistan University Toshkentda bular Model United Nation'ga qatnashib kelgan. Undan tashqari mana Oksfordda bo'lgan TED Talk'larga qatnashgan, nafaqat qatnashgan, hattoki organizator bo'lgan, shu narsani tashkil qilishga yordam bergan. Bu qatnashgan TED Talk'ga. Bunisi esa marafonga qatnashgan. Marafon. Samarqandda bo'lgan marafonlarga qatnashgan. Bunaqa sertifikatlar juda ham ko'p. Masalan, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Global Youth Festivalda ham qatnashgan. Va bu sizni bolalaringizga plyus ishlayveradi. Albatta bu ertaga universitetlarga topshirishga, ya'ni bolalar bilan kelishishda, yangi narsalarni, qobiliyatlarni o'rganishga bu katta dalda beradi. Masalan, bu yerda mana sertifikat aytayaptiki, top 100 unique campga borib qatnashgan. Bu ham tanlovi juda ham qiyin, lekin bolalarimiz yutib o'shanga qatnashgan. Bu mana Yoshlar ishlari agentligi tomonidan, Ibrat farzandlari tomonidan qilinadigan narsa. Voshcha ko'pigani bir 40 ta 50 ta bormi? 30 ta 40 ta sertifikatlar bor. Tushundim. Mana AP ni ko'rsatdingiz, IELTS ko'rsatdingiz, SAT ni ko'rsatdingiz, IT dedingiz, undan tashqari yana fanlar bormi? Albatta, bilasizmi? Bundan tashqari hayotda kerak bo'ladigan narsalar, programmalar qilganmiz. Uni nomini biz selective courses deb qo'yganmiz. Ya'ni majburiy bo'lmagan fanlar. IELTS, IT, SAT, AP bilan har kunlik hayotimizda uchraydigan narsalar ham bor. Biz ularni ham o'rganishimiz kerak. Basbayt bo'ladiki, biz ingliz tilimiz IELTSdan 9 bo'lishi mumkin, lekin bitta uyda bironta kichkina muammo chiqib qolsa, usta chaqiramiz. Yo'q, o'zimiz qila olishimiz kerak. Bu kutubxonamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dahshatdigan kitobxona bizda oldin maktabimizda kutubxonada kitoblar bo'lmaydi. To'g'risi remontda gapirmasa ham bo'ladi. Bu yerda shunaqa har bitta detalni o'ylanganmi? Bu nimaga shunaqa qimmat remontlar? Nima uchun? Bilasizmi? Kutubxona shunaqa bo'lish kerakki, o'zini aurasi bo'lish kerak. Bolalar kelib, mazza qilib kitob o'qish kerak. Bizni vazifamiz, ta'limdagilarning vazifasi ular uchun sharoit yaratib berish. Bolalar o'zi u yog'ini olib borish kerak, harakat qilish kerak. Masalan, mana bu yerda qarasangiz, haftada bolalar chiqib bu yerda 5-sinfdan 11-sinfgacha prezentatsiya qiladi. Bu yerda bolalar to'planadi-da, ular mavzular. Mana yaqinda biz countries haqida qildik. Har bir bolaga bitta davlatni berdik. Masalan, Yaponiya bo'ladimi, Angliya bo'ladimi, bu yerga chiqib bolalar 5-sinfdan 11-sinfgacha prezentatsiya qilib berdi. Bu ularga ommani oldiga gapirish, o'ziga ishonish, ya'ni nutqini rivojlantirishga olib keladi. Fikrini bayon qila oladigan. Basbayt biz shunaqa bolalarni ko'rganmiz, bilmi bor, zo'r, lekin fikrini ayta olmaydi. Agar fikrini ayta olmasa, uni hech kim tan olmaydi kelajakda. Chunki bilmaydi-ku uning ichida nima turibdi, bilma qanaqaligini. Ko'rsata olish ham bu bir mahorat. Tushundim.
Mana siz yoshligingizda shunaqa sharoitlarda o'sganmisiz? Yo'q, to'g'risini aytsam yo'q. Bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Ishonamanki, ana shunaqa sharoitlar bo'lganda biz ko'proq natijalarga erishgan bo'lardik. Hozirgi maktabni masalan bu yil emas, 10 yil oldin ocha olardik. Tushundim. Xo'p, bu hozir podval qismida bizda, to'g'ri? -1 etaj. Nimalar bu yerda bor? Ko'ryapman. Bu yerda chizishyapti. Bu yerda zakovat bo'lyapti. Zakovat ham bormi sizda? Ha, zakovat bor. O'zi qisqacha tushuntirib bersangiz bizga, mana ertalab nechida kelishadi, nimalar bo'ladi, grafikalar qanaqa, nechagacha o'qiydi, shuni tushuntirib bersangiz. Bilasizmi, ertalab bolalar 8:30 dan keladi. 8:30 gacha zavtrak bo'ladi. 8 da kelib 8:30 gacha zavtrak qiladi. Ertalabki nonushtani qiladi, 8:30 dan darsga kiradi. Dars 4 soat 12:30 gacha dars davom etadi. Oralig'ida 10 minut, 5 minut periodlar bor. Chunki u yerda asosan SAT, ingliz tili matematikasi, IELTS ingliz tili va IT o'rgatiladi. Undan keyin 40 minut vaqtimiz nimaga ketadi? Obedga ketadi. Obeddan keyin selektiv kurslarimiz bor. Selektiv kurslarimiz 1:30 gacha o'tadi-da. Selektiv kurs bu nima shunda? Selektiv kurs majburiy bo'lmagan fanlar. Keling, men ko'rsataman. Men bu? Ha, rasm. Mana bolalar o'tirib bu yerda rasm chizishadi. Mana bu ularni qilgan ishlarini qarang. Qanaqa chiroyli chiqqan, ular rasm chizganlari. Bularni biz nima qilamiz? Bularni olib sinflarda, koridorlarga chiroyli qilib ismi, familiyasi bilan yozib chiqaramiz. Shunda zo'r dahshat ekan. Bu nafaqat men bu matematika, angliyskiy, fizika, IT, balki shu tvorческий narsani ham, san'atni ham rivojlantirishga yordam beramiz. Nima uchun bu kerak? Chunki bilasizmi, inson faqat o'qish, ingliz tili, matematika emas, san'atga ham qiziqish kerak. Uni dunyoviy ichki dunyosini boyitish kerak. Chunki san'at ma'lum bir qismda tarbiyaga ham borib tarqaladi. Tarbiyasiga tegishli bo'ladi. Masalan, bu xonamiz school workshop, mana o'g'il bolalarning mehnat. Albatta. Ustoz mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu mehnat darsi. Ha, mehnat darsi. Mana qarang, biz sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Hamma jihozlar bor. Bolalar o'tirib, hamma jihozlarda ishlashi mumkin. Va hamma narsalar bor. Mana qilgan ishlariga e'tibor bering. Shu yosh bolalar qilgan. Uni qarang, qanaqa narsalar yasagan bolalar. Bolalar maktab yoqyaptimi? 10 dan necha baho berasizlar? Buniki unaqa sizlar qilganmisizlar buni? Sinflar yozilgan, yasagan bolalar ism, familiyasi, sinflari. Mana bu stulchamiz, shunchaki stulchamiz, mana yig'iladigan stulcha. Buni misol baliq ovga yoki tabiatga chiqqanda yig'ib mashinaga solib kutaversa qulaylik tomonlari. Ham transformerda bu. To'g'risini aytinglar bolalar. To'g'risini aytinglar. Bu yoqqa kelishdan oldin bu narsani bilardinglarmi yo'qmi? Ustozlar yaxshimi bu yerda? Bu kameraga emas, tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Mana haqiqiy emotsiyani, haqiqiy o'zini ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Buni tarixi bor-da. Men uyda bolalarimga bitta bo'lg'ani olib keling, bitta mexni olib keling desam, qarasam ular tushunmayapti. Aytdim, hozirgi yoshlar to'g'ri IT ni biladi, kompyuterni biladi, telefon ishlatishni biladi-da, lekin uyda biron narsa sinsa, qanday to'g'rilashni bilmaydi. Aytdim, bu jamiyatda bitta muammo bor ekan. Bo'pti, bo'lmasa biz maktabimizda o'g'il bolalar uchun mehnat kabineti qilamizda, o'g'il bolalarimizga shuni o'rgatamiz. Mana qarang, qanaqa narsalar qilgan, yaratgan, o'zlari qilganlar. Bu asosan nechinchilar? Chunki bittasi bo'yi uzun, bittasi bo'yi past. Men boya aytdim-ku, bu selektiv kurs. Bu o'sha paytda 40 minutlik bo'sh vaqtimiz bor. Xohlagan bola xohlagan nimaga kiradi. Masalan, rassomchilikka bir kishi kirishi mumkin, shaxmatga kirishi mumkin, robototexnikaga kirishi mumkin va mehnat kabinetiga kirganlar bor. Masalan, nechinchi sinfsiz? I'm 5th grade. Ha, 5-sinf ekan. O'zi bu maktabga nimalar yoqayapti sizga? I like how the teachers talk and the classes that they
that we have. Okay. Ya'ni o'qituvchilar qanaqa klasslar borligi menga ma'qul bo'lyapti deyapti. Yana nima? What else? To build something in the school and teacher is teaching us everything. Biz ko'p narsalar mana bu yerda quramiz, yasaymiz va o'qituvchilar bizga hamma narsani tushuntiryapti deyapti. Qarayapsizmi, 5-sinf bolasi ingliz tilida qanday gapiryapti? Zo'r, Rahmat. dahshat. Rahmat. Ustoz sizga ham rahmat. Besta qilganimiz uchun uzr. Lekin hamma shu ingliz tilida gapiradi sizlarda. Bu как majburiy narsami? Ha, albatta bu ingliz tilida ko'p soat ajratganmiz ertalabki nimada. Bolalar juda ham ko'p shug'ullanadi bu yerda. Ha. Endi ikkinchi selektiv kursimiz, ya'ni mehnat darsi qizlarimiz uchun. Kelinglar. Assalomu alaykum. Mumkinmi ustoz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana qarasangiz, bu yerda ham hamma jihozlar, hamma narsa bor. Bolalar, qizlarimiz tikadi. Men o'zimda ham 3 ta qizim bor. Selektiv kurs qilganimizda o'sha qizlarimiz faqat o'qish bilan emas-u, balki Kelinlikka ham tayyorlash. kelinlikka tayyorlash, oilaviy narsaga ham tayyor bo'lsin deyman. Mana bularni qilgan ishlarini ustoz 1 minutga sizni. Xo'p, mana bularni nima qilingan bu yerda, nima ishlar qilingan? Bu yerda milliy quroq materiallarimizdan eski bu avvalgi nimadan quroqdan foydalanib ko'rpacha tikkanmiz qizlar bilan. Bu mana bu qirqib ichida mana bu uchburchak nimalarni figuralarni nima qilib tikkanmiz. Qizlarimiz o'zi maktab qizlari o'shani qilyapti. Ha, albatta. Mana bu yerda men bosh narsani ham ko'ryapman. Bu yerda nima ekan? Bu yerda qo'l ishlari bilan mana toshlar bilan bezalgan ko'ylakni ukrasheniya qilamiz, endi bezak beramiz. Shuni bajargan qizlar. Keyin mana bu yerga to'qishni ham bilishadi bular. Keyin qarang, buni nima bilan mana bu oddiy nima bilan yasagan. Naqa pista po'chog'i. Mana qaraylik, chiroyli bu. Bunga San'atli qarang, bu mana. yerda nima igna ip qo'yadigan, buni O'zlari yasagan. o'zlari qilish. Sizlar shuni tikishni, ovqat qilishni o'rgatasizlarmi? Yana nima o'rgatasizlar? Salatlarni, keyin tikishda asosiy nima qilamiz? Keyin mana qo'l mehnatlari qarang. Fantaziyalari juda ham kuchli. Dizaynda lekin juda ham kuchli. Mana qaranglar, bu qo'l mehnati mana bu qonni toshlar bilan ishlangan qaranglar. Buni avval metraj bilan nima qilib, o'zlari chizganlar bu dizaynni, keyin bezak berganmiz. O'zi dahshat. Mana bu nimalarda mana o'zlari Mana yasaganlar. Oddiy mana bu korobkachalarni qarasangiz, buni qarang. Ichini qaraylik mana. Hammasi qo'l mehnati. Hozirgi aslida qizlar tikishni ham bilmaydi, ovqat qilishni ham bilmaydi. Hammasi YouTube ochib olishadi, lekin qish bola bilishmaydi aslida. Lekin mana shunaqa qizlar bor ekan, bu necha yoshli qizlar? Bular 5, mana 5-sinf qarang. Bular 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8lar yo'q lekin. 5da necha yosh hozir bo'lyapti? 5-chi, Jasmina necha yoshda kirgansiz? 11 yoshda tikishni biladi. Ovqat qilishni biladi. Qo'l mehnatini biladi. Xullas uyda любой nima mama bo'lsa hal qilib berishadi. O'zlari qiladi. Qilib ko'rib, nima ko'rsatdilar, вообще lol qolasiz. Qoyil qoldim lekin. Buterbrotni o'zlari qildilar, Jasmina. Hayron qoldim. Men bu o'zim o'rgatmagan holatda bu nimalarni, mana bu zelen nimalarni ishlatishni, keyin texnikasini avval perchatka kiyamiz deb shu birinchi navbatda shuni ta'kidlab o'tdilar. Men ofarin. Bizani ota-onalar ko'rishyapti. Mabodo bular xudo xolasa 5-4 yildan keyin kelinlikka tayyorsizlarga mana Oxford School'dan qizlarni qidiringlar. So'raylar, Oxford School'da o'qiganmi yo'qmi? Bo'lsa, o'ylamasdan sochib yuboringlar. Mana bu yerda qarasak, men chiroyli dekoratsiya narsalarni qilyapti. Men odatda bolalarni o'ziga aytaman. Bolalar, bu maktab sizlarniki. O'zlaringiz dekorativ narsalar qilinglar, o'zlaringizning ishlaringizni joylariga chiroyli sinflarda xaridorlarga chiroyli qilib qo'yamiz. Ya'ni o'zlarining mehnatlari bu kelajakda o'zlariga juda ham katta yordam beruvchi narsa. Ya'ni biz bolani inglizlarda gap borda versatile. Hamma tomonlama kuchaytirib berishimiz kerak. Faqat kitobda emas. Hayronman. Rahmat sizlarga. Ko'p maktablarda bo'lganman, lekin aynan shu mehnat darsi,
birinchi marta bo'laman chiqinchi. Keling. Dahshat. Mana bu yerda endi ashulalarni eshityapman. Bu music room. Ashula aytilish. Bilasizmi, bu endi shok qiladigan narsada bu hozir. Bitta ustozdan ruxsat so'rab kiraylik. Kreativna bo'lishi Zimbabve. Assalomu alaykum. Rahmat, o'tiramiz. Hammasi Xo'p. tarbiyali. Ha. Tarbiyaga biz birinchi urg'u qo'yganmiz. Birinchi tarbiya, keyin ta'lim. Chunki tarbiya bo'lgan joyda ta'lim bo'ladi. Tarbiyali insonda ta'lim bo'lsa, bilim bo'lsa, u jamiyatga ham, oilasiga ham, vataniga hissa qo'sha oladi. To'g'ri aytasiz. Ustoz? Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Bugun nima qilyapsizlar? Nimani ko'rsatmoqchisizlar bizni? Bugun bizlarda urma cholg'u asbob ansamblimiz bor. Shularda klassik musiqasidan ijro etib beramiz. Albatta. Biz tomosha qilamiz. Ha. Bravo. Dahshat. Bunaqa emotsiyani bilmadim. Birinchi marta ko'ryapman. Dahshat. Kelinglar. Oxford International Schoolda o'qinglar. Ijodkor farzandlar bo'lsa, belgilida bilim ham bo'ladi, ijod ham qiladi, mehnatni ham o'rganadi. Xullas zo'r. Endi ikkinchi narsani ko'ramiz. Pianino eshitamiz. Rahmat ustoz. Rahmat.
Dahshat. Ha. Dahshat. Gruppa bilan bormi? Bitta aytsin. School rules, ingliz tilida Ha. maktab qoidalari to'g'risida. Xo'p, davay. Bo'ladi. Qani? Ha, video. Bravo, молодцы. Juda xursand bo'ldim. Tennischilarimiz bor, golfchilarimiz bor. Aha. Katta rahmat ustoz. Kattakon rahmat. Rahmat, zo'r. Молодцы bo'ldi. Bravo. Rahmat. Bravo. Молодцы. Men o'zim Rahmat. mamlakatga kirib, o'zim eski yosh paytimga qaytib maktabda o'qish holatim bor. Agarda mani ukam Samarqandda bo'lganda, biz Toshkentdanmiz, Samarqandda bo'lganda bu yoqqa berardim, Oksfordga berardim. Chunki bunaqa sharoitni, bunaqa e'tiborni men ko'rmaganman, to'g'risi. Misol uchun bu uni reklama emas, qishbola emas, bu ko'rgan emotsiyamdan xulosa. Hammasini ko'rishingiz mumkin. Birgalikda ashula aytib, kommunikatsiya qilib, network team building bu to'g'rimi? Albatta. Team building qilib bu ajoyib narsa. Xullas buni kelib o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu xudo xohlasa kamera orqali buni ko'rsatib berdik degan umiddaman, lekin dahshat bo'ldi. To'g'risi mana shuncha qilgan mehnatim arziydimi? Siz men sizga aytaman, arziydi shuncha qilgan mehnatingiz, arziydi. Rahmat. Hamma xursand, ustozlar hammasi professional. Ular misol uchun ko'pchilik, men o'zim oddiy maktabda o'qiganman, unaqa частный shkolada emas, xususiy maktabda o'qimaganman. Bizning ustozlarimiz ko'zimdan o'ldirib qo'yardi, bu yerda hamma ustozlar kulib, bolalar davay yordam berib, xullas dahshat. Mamletda nima? Zakovat bo'ldi. O'sha men uni hayronman. Hamma narsa o'ylangan, hamma narsa qilingan. Bu uni oldindan tayyorgarlik qilingan narsa emas. Biz mana hali ssenariyimiz yo'q. Bizani prosta keldi, men savollar beryapman. Bo'ldi. Chunki biz oldindan yaxshi tayyorgarlik ko'rmaymiz. Aka bu yerda nima? Bu yerda har bitta sinflar bo'yicha, masalan, 5-lar alohida, 7, 8, 9, 6, 11 alohida o'sha selektiv paytida, bo'sh paytida bular zakovat bo'ladi. Bolalar o'sha ilmini bu yerda chaqlaydi. Va Oksford xalqaro maktabi u yilda statistika bo'yicha kuchli 5likka kirgan. Samarqandda kuchli 5likka kirgan. Bu yil endi rejamiz 26-yilda shu kuchli 3likga bo'lishimiz shart. Xudo xohlasa. Nasib. Dahshat. Bularga xalaqit bermaymiz. Yana bu yerda nima bor? Bu etajda. Bu etajda mana
sport zalimiz bor. Ichki sport zalga boramiz hozir. Tennis, ping-pong, bolalar kutadi bo'lasizlar. Ha. Bolalar bu har bitta koridorda, har bir etajda tennis, shaxmat, shashki o'yinlari juda ko'p berilgan. O'yinlar bolalar o'sha tanaffusga chiqqanda o'ynashi mumkin bo'ladi. Changing room, razdivalka. Ha, bu yerda razdivalka, mana qizlarniki, o'g'il bolalarniki alohida. Mana bu sport zalimiz qishki, yozgisi ham bor. Bu qishniki. Hozir bolalarimiz ikkinchi etajda shaxmat bilan shug'ullanyapti. Hozir bu yerda hech kim yo'q, lekin qiziqarli tomoni bu zal o'g'il bolalarniki. Отдельно. Ha, mana qarang, begovoy doroshkasi bor. Hamma narsa bor. Mana trenajyorni narsalari bor. Masalan, har bitta o'g'il bolaga sport zalga kerak bo'lgan jihozlar hammasi jihozlangan. Va eng muhimi bilasizmi, bu yerda qizlar uchun alohida qilib qo'yganmiz. Bu ikkinchi xona. Mana qizlarimiz uchun alohida gimnastika uchun, nima deydi? Buncha mutaxassis emasmiz, lekin mana bu ostankasini to'lashda bolalar, qizlarimizni masalan gimnastika bilan shug'ullantirib, ustozlar shu xonada, shu zalda shug'ullanadi. Hozir qish kelmayapmi bu yerda? Dars yo'qmi? Yo'q, dars bor, lekin bugungi kunga jadvalda shaxmat qo'yilgan. Shu uchun bolalarimiz hozir shaxmat bilan band. Zo'r. Shaxmat ham bor, mehnat ham bor, fizra ham bor. Nima bo'pti-yu? Zo'r. Yana bu -1 etajda tushunda mehnat darsini ko'rdik, musiqani ko'rdik, rassomlikni ko'rdik, sport zalni ko'rdik. Yana nima bo'pti bor? Bibliotekani ko'rdik. Bo'lib tugadimi shunda? Yo'q, tugagani yo'q. Bu yerda lablarimiz bor. Biologiya bo'yicha, fizika va kimyo bo'yicha. Laboratoriya demak. Albatta. Bular bolalar kelib teoriyada o'rgangan narsalarini bu yerda praktika qilishadi laboratoriyada. Hozir birgalikda bo'lmasa kimyo laboratoriyasiga kiramiz, ko'ramiz qanday bolalar nima bilan. Bu sizning naqizmi? Shoiringizmi? Do not tell them, show them, be true leader. Ya'ni aytmagin buni qil deb. O'zing birinchi o'sha narsani ko'rsatgin. Liderga o'xshab ko'rsatgin. Albatta, mana shu bitta odatimiz borki, biron narsa qilsam, albatta hammaga aytaman. Masalan, men IT house'imiz ham bor. O'sha yerda yozib qo'yganman. Getting duo from your parents change your destiny. Ota-onangizdan olinadigan duo sizning taqdiringizni o'zgartiradi. Va mana shu uni yozishdan oldin o'zim birinchi navbatda ota-onadan duo olishni mashq qilib o'rganganman. Keyin uni bolalarga biz berganmiz. Bundan tashqari mana u yil biz aytdikki, bolalarimizga nafaqat ota-onadan duo olish kerak, ota-ona bolasidan ham duo olish kerak. Chunki bolalar beg'ubor bo'ladi, pok bo'ladi, pokiza bo'ladi. Ularning duolari albatta qabul. Bu gapni hali eshitdim. Zo'r gap bu. Bu kimyo xonasi. Keling endi kimyo darsiga kiramiz. Laboratoriya ishlarini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, o'tiringlar. Xo'p. Ustoz, bu laboratoriyada, kimyo laboratoriyasida nima qilyapsizlar? Qanaqa ishlar ketyapti? Ozgina batafsil ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Bu laboratoriyada bizlar laboratoriya darslarimizda bolalar o'zlari mustaqil ravishda laboratoriya ishlarini bajarishadi. Demak, bolalarga tushuncha beriladi. Birinchi o'zim ko'rsatib beraman va shunga qarab bolalar o'zlari bajarib, keyin daftarga xulosasini yozishadi. Bolalar juda ham qiziqishadi. Mana bu hamma qilingan vulqonlarni bolalar o'z qo'llari bilan qilishgan. Hozir mana bitta vulqonni ko'rsatib beramiz sizlarga. Xo'p. Demak, bizga shu narsa kerak. Oddiy, kerak. Hali bermadan aytmas, ya'ni margansovka o'zimiz tilda va qadalib beramiz. H2 O2. Xo'p, demak, bularni bir-biriga navbatma-navbat qo'shganimizda vulqonlarning strukturasi bajariladi. Marhamat. Habom bo'lmaydimi bu yerda? Yo'q, toshadi-yu, lekin tagida narsalarimiz bor. Demak, tushgani hammasi shuni ustiga tushadi. Vah. Demak, bu izvержение vulqona. Ya'ni vulqonni qaynashi deb nomlanadi.
Lava chiqyapti-da endi geyzer bo'lib. Ha? Buni rang-barang qilishimiz ham mumkin. Kraskalar qo'shib, har xil kraskalarimiz ham hammasi bor. Hamma xohlagan rangida vulqonda chiqaradi. Mana buni nima yonyapti bu yerda? Bu demak gidrani o'sishi deb nomlanadi. Demak, bunga kerak bo'ladi kalsiy karbid va kalsiy glukonat tabletkasini ishlatsak ham bo'ladi va suxoy spirt, ya'ni uroterapiya. Demak, tabletkani ustiga qo'yib yoqganimizda, demak, o'sha xuddi gidraga o'xshab, xuddi tabiiyga o'xshab tepagacha chiqishni boshlaydi. Bu juda ham ancha balandgacha chiqadi, ancha paytgacha davom etadi. Demak, bu oddiy kul. Kalsiy borligi tufayli tarkibida demak nima tepaga qarab o'sadi. Buni o'sishini bitta tabletkadan 200 metrgacha o'sishi mumkin. Yo'q. Qachonki ustini yopib qo'ysak, keyin to'xtaydi. Ungacha o'sishni davom etadi. Yaxshi. Bu yerda faqat praktika ekanda, ya'ni teoriya emas, faqat praktika. Bu yerga amaliyot tushunishamiz faqat. Hamma bolaning o'zlarining daftarlari bor. Birinchi men ko'rsataman, keyin bolalar bajarishadi va uni keyin nima bajarganini uyda yozib kelishadi. Bolalarga juda ham qiziqarli, laboratoriya darslarini juda ham sevib bular tushadi. Har doim kutishadi laboratoriya darslarini. Yaxshi, mana kutardim shunaqa bo'yicha laboratoriyani. Dahshat. Kattaga rahmat sizga. Rahmat ustoz sizga. Rahmat. Yaxshi Bilasizmi, dars bu yerda hozirda to'g'ri ingliz tili muhim. Bir vaqtlar ingliz tilini biladiganlar kam edi O'zbekistonda. Tilga e'tibor berish kerak edi. Lekin hozirgi vaqtda kelib aniq fanlarni rivojlantirish kerak. Kimyo bo'ladimi, biologiya bo'ladimi, fizika bo'ladimi? Bizga endi aniq mutaxassislar kerak. Faqat tilni biladigan bo'lsa, bu kelajakda zo'r ish topa olmasligi mumkin. Til bu ikkinchi bo'lish kerak. Masalan, siz medinstitutda o'qidingiz, doktor bo'ldingizda, doktorlik bilan tilni bilsangiz, albatta bu zo'r. Ya'ni men aytmoqchimanki, endi biz ta'limda aniq fanlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bizga qanaqa avlod kerak? Endi faqat tilni biladigan IELTS 9 deb maqtanadigan emas, biron bir ixtiro qila oladigan insonlar kerak, yoshlar kerak. Olimlar kerak deymiz. Albatta. Xo'p, minus birinchi etajda men o'ylaymanki, o'sha hammasini ko'rsatdik. Yana bizda nima bor? Xo'p, O'zi necha etajli zdaniya? Zdaniya 4 etaj. Hozir biz nasib bo'lsa 3-etajga chiqamiz. 3-etajda sinfxonalarni ko'ramiz. Bu tomondan chiqaylik, o'ng tomondan. Hozir klasslarni borib ko'ramizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, hammasi tarbiyali, farosati bor, salom beradigan, qo'li ko'ksida. Bilasizmi, bu hozir obed vaqti, shu uchun bolalarimiz suri chiqishyapti darslardan. Bitta narsa, mana bu yerda bizda erishgan yutuqlarimiz ham bor. Ozgina to'xtalamiz. Wall of Fame. Ya'ni bolalar mana TikTok qilishgan, bu yerda kulinariyada shug'ullangan. Boyaga qizlardan xonasi. Bu yerda Model United Nation. Bolalarimiz Londonda, bizni bolalarimiz Londonda bir yilda 2 marta Summer Camp, Winter Camp bor. Bolalarni Londonga olib boramiz. Yaqinda Olimpiada ham bo'ldi. Dubayga borib keldik. Birinchi o'rinni oldi. Bolalarimiz Malayziyada matematika bo'yicha super kubokni oldi. Yo'q, bilasizmi? Ha. 1 soat berilgan vazifani bizni Behruz degan studentimiz 23 minutda bajarib birinchi super kubokni oldi. Malayziyada bir nechta davlatlar bo'layotganda o'shani oldi. Mana qarang, har etajda ko'rish mumkin bo'lgan narsa nima u? Men bu stol ko'ryapman. Ha, bilasizmi, hozir buni tepaga chiqqanda tushuntiraman. Bilasizmi, mana tanaffus paytida bolalar har bir etajda mana table tennis bor, shaxmat, shashka bor. Bolalar o'tirib shu yerda o'ynaydi. Assalomu alaykum. Telefoni yo'q deyular, telefonda o'tirib. Ha, telefonda o'tirmaydi. Iloji yo'q deb. Iloji yo'q. Tennis o'ynaydi, shaxmat o'ynaydi. Men o'yinlar qo'yganmiz, masalan, Jengo degan o'yin bor. Bolalar o'shani bitta teradi. Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Bitta teradi va o'ynaydi. Va bu yerda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bolalar masalan tennisi bor, tennis o'ynaydi va boyagi siz so'rayotgan narsa nima uchun mana Jenga o'ynayapti bolalar. Qarasangiz, o'tirib bitta o'ynayapti. Tanaffus paytida o'ynaydi. Bu opa kimda? Bilasizmi, men e'tibor bergan bo'lsangiz,
har bitta qavatda bizda bittadan mentorimiz bor. Bularning vazifasi nima? Bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar orasida bu kishi ko'prik vazifasini bajaradilar. Ya'ni ba'zi payt shunaqa bo'ladiki, bola keladi, kech keladi yoki qanaqadir uyda biron bir muammosi bo'lgandir. Ustoz qattiq qo'llik bilan so'rashi mumkin. Lekin ularni sharoitini bilgan holda ustoz bilan gaplashib, ustoz buni mana bunaqa sharoitda hozir bular bilan gaplashishda juda ham e'tibor beramiz. Yoki ustozlar bu ustozga aytishi mumkinki, mana bu bolalarda o'zgarishlar bor yoki yaxshi o'zgarish, yomon o'zgarish. Bular ota-onalar bilan aloqaga chiqib, qanaqa bo'layapti, uydagi sharoit qanaqa, qayerda muammo bor, muammoni topib yechishga harakat qiluvchi inson. Xullas, bunaqa prokuror vazifasi bo'ladi. Yo'q, prokuror ham emas, advokat ham emas, sudya vazifasini bajaradilar. Keling, bitta nima qilamiz? Assalomu alaykum ustoz. Kechirasizlar. Ustoz, sizni asosiy vazifalaringiz nima? O'shani aytsangiz. Mening bu maktabdagi asosiy vazifam shu har bir o'quvchini har tomonlama rivojlanishiga amaliy yordam berish. Albatta. Tarbiya, intizom, ta'lim sifati. Bundan tashqari, чтобы ular hayotda yetuk inson, masalan, insoniy fazilatlarga ega bo'lish, hayotda o'ziga ishonchi yuqori bo'lish, har tomonlama shu maslahat berish, yordam berish orqali, o'zim namuna bo'lish orqali shunday qilib tarbiyalaymiz. Zo'r, yaxshi. Zo'r. Qanaqadir voqealar bo'lganmi, что siz odamni hayotini o'zgartirib yuborganda voqealar bo'lganmi? Nima bo'lgan? Hayotini eslab qoladigan. Bo'lgan. Endi bitta qizcha o'qiydi. Ismini aytmayman, chunki men как psixolog konfidensial. U shunchalik ayol o'qituvchilarni yomon ko'rardiki, chunki sababi uni onasi unga juda yomon gapirgan. Sen otangga o'xshaysan, qoning ham otangga o'xshaydi deganda unga shunchalik ta'sir qilganki, o'sha barcha ayol o'qituvchilarni yomon ko'radi, darsini qilmaydi. Bu o'qituvchi menga yoqmaydi, buni almashtiring. Keyin o'sha bilan bir necha oy ishladim, ishlab unga haqiqatni bunday ochib, masalan, что onasi o'sha payt bunday bo'lgan, demak, xafa bo'lgan, bir fe'li kelgan, shunday qilib hozir keyin aytadiki, sizga rahmat, mana men masalan tarixni shunday ustozni darsini qilgim kelmasdi. Hozir men mana yaxshi baho olyapman. Yo mana Nozimning ixtiyorimni yomon ko'rardim rus tili. Mana hozir endi u kishini hurmat qilyapman. Bu endi bittagina 100 taning ichidan, lekin bunaqalar ko'p. Xo'p, mana asosiy yoshlarning muammosi nimada hozir? Birinchi navbatda men doim aytganman, bolalarga uyda ham, ko'chada ham har joyda mehr berish kerak. Mehr degani bu просто внимание, просто e'tibor, uni tushuna bilish. Masalan, men ular bilan ishlaganda men o'zimni emas, uni o'ylab maslahat berishim kerak, uni o'ylab gapirishim kerak. Mana shu birinchi navbatda. Umuman bizni jamoada mana shu samimiylik, qadriyatlar, adolatli bo'lish, mana shu juda ham qadrlanadi. Ota-onani hurmat qilish, biz Botir Ilhomovdan ko'p narsani, men o'zim yoshim katta bo'lgandan qaramasdan, u kishidan ko'p narsani o'rganaman hayotda. Va shu bolalarga ham shuni yetkazishga harakat qilyapman. Hech qachon ularni urushmasdan ularni tushuna bilish va keyin asta-sekin tarbiyalash. Rahmat, tanishganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana bu yerda stol tennis o'ynashni bilasizmi-ki? Ha, albatta. Biz stol tennisini o'zi ko'p yosh bolalarimiz bilan birga o'ynaymiz. Men mahallaning chempioni bo'lganman stol tennisda. Bir o'ynar ekanmiz-da. Agar mahallada chempion bo'lgan bo'lsangiz, bir keling bellashamiz. Yeydi, mana eksklyuziv Oxford asoschisi bilan 20 yil uzoqdan Assalomu alaykum bolalar. Naqa ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qani, yaxshimisizlar? Bitta berasizmi? Bitta o'ynaylik. Sizga xalaqit berdik, keyin naqa ahamiyat berdim. Mana bu kiyimlar. Ha, bilasizmi? Mana shu joyda hamma joyda bir xil maktabda o'zini formasi bor. Bilasizmi, bu nima uchun kerak bu? Mana yoshligimizda ham biz yurganimizda maktabda kimdir chiroyli kiyim kiysa, kimdirniki buncha yaxshi bo'lmasa, ustozda xohlaydimi, xohlamaydimi, kimdirdadir qo'pol bo'ladi,
kimnidir muloyim bo'ladi. Shu adolatsizlikni olib tashlash uchun hammani bir xil qilib qo'yganmiz. Bu o'z maqsadi bor ekan. Maqsadi bor, albatta. Ha, boshlaymizmi? Yaxshi o'yin ekanlar. Ancha yaxshi o'yin ekanlar. Mahallada chempion bo'lsa, ular Samarqandda chempion ekanlar-da. Zo'r. Zo'r. Yaxshi o'yin ekanlar, yaxshi o'yin ekanlar. Dahshat. Zo'r o'yin ekanlar. Rahmat. Necha? Endi bu yerda nima bor? Endi esa albatta oshxonaga chiqamiz. Bolalar obed qilishyapti. Obed vaqti. Albatta ko'ramiz. Bu oshxonamiz. Umuman olganda 500 ta kishiga mo'ljallangan. Birdan kelsa 500 kishini qoplaydi. Lekin birdan hech kim kirmaydi, 500 kishi kirmaydi. Sinflar navbatma-navbat kiradi bu yerga. Bu yerda demak zavtrak ham, obed ham bor. Albatta, zavtrak bor va obed bor. Bugun obedga nima? Bugun obedga Xalat bilan u yerga kirish mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, biz qoida bor. Mehmonlar faqat shu oshxonaga xalat bilan. Hammasidan qoidaga shunaqa rioya qilishadi. Mana hammasi formada. Hamma hovurlarimiz shu yerda. Maktabimizda, ya'ni Oksfordda beriladigan obeddagi ovqatlarimiz, birinchisi mana grechniy sup va kartoshka free, ris, mana chicken, albatta salat, vitaminka salat beradi, non, choy beriladi. Albatta bolalarimiz agar to'ymasa, yana so'rab ketaverishi mumkin. DP bor bu. DP bor, albatta bor. Har kuni shu bir xil ovqatmi? Yo'q, maktabimizning o'zining menyusi bor. Menyuda har kun har xil ovqat bo'ladi. Zo'r, dahshat. Bizga bir tatib ko'rishga berasizmi ularni ham? Albatta, hozir birgalikda. Zo'r. Mana biz ovqat yeb oldik. Endi biz hozir sinfga kirishimiz kerak. Albatta. Hamma bergan narsam ko'p joyda doskalar bor. Bu yerda primerlar bor. Bu nima? Qanaqa? Bilasizmi? Har bir koridorimizda shunaqa doskalar bor. Bular bu yerda matematik ustozlarimiz mashqlar berib qo'yadi. Qaysi bola xohlasa o'sha mashqni yechib yozib qo'yadi. Ustoz biladi, o'zi qanday bo'lgan, nima bo'lgan, bolalarning darajasini bilish uchun. Shu uchun bilasizmi, mana yaqinda Malayziyada, Dubayda bo'lgan matematika, ingliz tili olimpiadalarida bolalarimiz Dubayda ham birinchi o'rinni, Malayziyada ham birinchi o'rinni olishdi. Keling, bugun biz 7-B sinfiga bitta kiramiz, mehmon bo'lamiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Alaykum. Uzr ustoz, darsimiz o'tiringlar bolalar. Darsimiz ingliz tili. Xo'p, o'zingizni tanishtirib, nima o'tyapsizlar? Ozgina aytib bering. Well, my name is Jafar and I came from London, UK. I'm just teaching in English and right now our topic is present simple that we're having. Alright, just hold it, yes. Right now we're learning about present simple and we were just carrying out some CCQs about the topic, right? So for example, Mr. Can I say he go to school? No. What do I say? He goes, yes? In present simple we use what? What do we use? S or? Yes, right? Can I say I go to school in past simple? I went to school, yes? We use what? Verb to, yes? You know, right. Can I say he bought a chocolate? No. What do I say? He bought, yes? In past simple we say he bought, yes? So we're just carrying out few Xo'p, juda ham yaxshi. Mana smart boardlar bor. Bularda qanaqa platformalarni ishlatyapsizlar? Bolalarni qiziqarli dars bo'lish uchun. Right now we try to engage students, right? By playing a game during a lesson, and one of our favorite game is Kahoot, which is liked by all of us, even teachers really like it. Zo'r. Yes. Bluecatni ham ishlatyapsizlarmi? Yes, we use it all the time as well, and students really like it. Okay, juda ham zo'r, rahmat. Thank you.
Mana ko'ryapsiz, bolalar bu yerda hamma formada. Eng muhim narsa, uzr bolalar, vaqtlaringizni ozgina olib qo'yapman, rozi bo'lasizlar. Odatda hamma sinfxonalarda, maktablarda 2 kishilik o'tiradi. Bizda alohida bitta o'zini prostransiyasi bor. Hech kim bir-biriga xalaqit bermaydi. Chunki bilasizmi, har oyda bular ekzamen topshiradi. Va ekzamen bo'yicha maktabimiz, Oksford xalqaro maktabi bularga scholarship beradi. Mana mentorimiz bor bu yerda, hurmatli mentor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Scholarshiplar, sertifikatlarmi, qog'ozlari bo'lsa bering menga. Ha. Xo'p, mana buni ozgina batafsil ma'lumot bersak, qarang. Sinflar ingliz tilidan olayotgan bali, matematikadan olayotgan bali, ITdan bo'layotgan bal. Bu birinchi smenaning darslari. Keyin ikkinchi smenaning darslari bor. U yerda hamma maktab fanlari, biologiya, ximiya, fizika, tarix hammasidan olayotgan umumiy bal. Va umumiy bal olgani birinchi smenadan ham ikkinchi smenadan olgan umum bali 87 bal bo'lgan va scholarship 20% berilyapti bunga. Masalan, 3 ta odamga beriladi bitta sinfda. Yo'q, u qanchaki 80 dan ko'p olsa beraveramiz. Ha. Yana qarang, agar umumiy bali 60 dan kam bo'lsa, o'sha bolaga warning, ogohlantirish beriladi. O'sha berilgan ogohlantirish o'sha bolani yana qo'shimcha darslar qo'yamiz. Yakshanba kunlari, obed paytida yoki darslardan keyin albatta qo'shimcha darslar qo'yamiz. Tushundim. Zo'r, dahshat. Shunda oyiga nechta odamga berasizlar? Scholarship har oy bo'ladimi? Har oy bo'ladi. Har oy scholarship bo'yicha beriladi. Mana bunaqa emasda, bir yilda birdan berildi-da o'qiveradi. Yo'q. Har oy rezultatiga qarab bola o'zgarib ketaveradi va bu musobaqa, ya'ni sense of competition-ni paydo qiladi bolalar ichida. Zo'r. Tushundim. Dahshat narsa. Bu narsa Fast Education'dan bormi? Albatta Fast Education'da bor. Hozir bu yerdan chiqib, nasib bo'lsa Fast Education joylariga, filiallariga boramizda ko'ramiz. Xudo xolasa bu yerda hamma narsani ko'rsatib bergan umiddamiz. Albatta. Endi biz Fast Education'ga boramiz va qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, Botir aka, xudo xolasa men o'ylaymanki, har bitta narsani ko'rsatik degan umiddaman. Sizga kattakon rahmat, Oxfordda barcha detallarni ko'rsatdingiz. Faqat bitta savolda ko'rdik, scholarshipni ko'rdik. Что odamlarga beriladi, har oy shuncha odamga beriladi. Lekin o'zi kontrakt Oxford School'da necha pul? Bir oyda bolalarimiz 4 million 500 to'laydi. Lekin IELTS'dan 7 olsa 10% ga qisqaradi. SAT olsa yana 10% ga. SAT'ni 1300 dan ko'proq olsa 20% ga tushadi. AP olsa yana 10% ga tushadi. Yana har oy bo'ladigan ekzamenlardan 20% dan 50% gacha grant yutishi mumkin. Ya'ni xulasa shuki, qancha odam mehnat qilsa, qancha o'quvchi o'qisa, shuncha chegirma ham oladi. Albatta, masalan 80% gacha bo'layotgan chegirmalar bor. Yo'q-ku. Ha, masalan SAT'si bor, IELTS'i bor. AP'si 2-3 ta olib qo'ygan, maktab fanlarini yaxshi o'qiydi, har oy 50% scholarshipga chiqyapti. O'zi 80% scholarship, 20% to'layapti bo'ldi. Mana shu kichkina pul bo'lar ekanda bu. Ha, men aytdim-ku, maqsad faqat natija. Bu majlismi deyman? Yo'q, bu majlis emas. Bizning ustozimiz Surayo Ismatovni teacher trainerimiz ustozlarga yangi bo'layotgan darslarda, metodikada bo'layotgan narsalarni o'rgatib chiqadilar. O'rgatib chiqqanlardan keyin bu yerda bizning kameramenimiz bor. O'sha darsni obzorv qiladi-da, o'sha bu yerga o'rgangan narsalarini darsda qanchalik ishlata olyaptilar, tekshirasizlar. Tekshiramiz. Bu narsa har hafta bir marta bo'ladi. Yo'q, zo'rgina. Har bitta detallarni o'ylagan ekansizlar. Albatta, chunki sifat, men boshdan aytaman. Fast Education deysizmi, Oxford deysizmi, birinchi navbatda faqat sifat va natija. Zo'r. Xudo xolasa mana Oxford sizlarga chuqur har bitta detallarni ko'rsatdik. Endi biz Fast Education'ni sizlarga ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa bundan ham qiziq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bilasizlarmi? Oxfordda qabul har oy ochiq. Faqat kelasiz matematikadan, ingliz tilidan va suhbatdan o'tsangiz qabul qilamiz. Kelinglar, yozinglar. Adresimiz qayerda aka? Dagbitskida, Medtexnikumni to'g'risida.
Hammanglarni Oxford Schoolda kutamiz. Biz Fast Education ko'rsatamiz endi. Rahmat. Rahmat. 9 ta Fast Education filiali bor, 10 mingta Albatta. o'quvchisi bor. Oxford Schoolda 500 ta odamiz bor. Shuncha pulingiz ko'p. Qaysi mashina yurasiz? Bilasizmi? To'g'risini aytsam, shaxsiy mashinam yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bilasizmi? Mana bu maktabni qurayotganimizda o'zi 5 yil ketdi bu maktabni qurishda. Chunki 1 yil ishlaymiz, dividend orqali sof foydani olib maktabga sarflaymiz. Shunday qilib 5 yilda mana 2000 kishilik ketadigan shunaqa sharoitlarni bajardik, qilib qo'ydik. Lekin mashinga o'zimizni masalan juda ham luxury life ga qiziqishim yo'q. Har bir insonni o'ylaymanki o'zini missiyasi bo'lishi kerak. Missiya nimadan iborat? Insonda nima paydo bo'ladi? Self cognition, samopoznание tushunadi. Kimman? Nima qilyapman? O'zi nima uchun yashayapman degan ma'noda. Meni maqsadim, meni missiyam mana shu jamiyatdagi yoshlarni bilimli, tarbiyali qilib o'stirish va mana shu joylarni chiroyli qilib qurib bitkazdik va bolalar o'qiyapti va top universitetlarga kiryapti. Yo, men buni tushundim. Maqsadingiz naqa, lekin har bitta mana yoshida har bitta bolaga aytadi, sen tadbirkor bo'lsang, zo'r mashinang bo'ladi, zo'r uying bo'ladi. Lekin siz hozir men o'ylaymanki, kuchli tadbirkorsiz, chunki 9 filial och o'zi emas. 5 shu necha 2000 talikmidi? 2000 talik o'rinli maktab och o'zi emas. Lekin nimaga qish bu qachon olasiz o'zingizga? Qachon o'z odam yashash kerak-ku? To'g'ri, yashash kerak. Lekin bilasizmi, men ertalab 6 da o'sha ishxonada bo'laman, taksi zakaz qilaman. Kechqurun 10 ga uyga qaytsam, men taksi bilan boraman. To'g'ri, olish mumkindir, lekin menga u qanchalik manfaatli bo'ladi. Ajoyib. Ajoyib. Bunaqa insonlarni men birinchi marta ko'ryapman, shuncha puli bo'lib turib, shuncha narsalar bo'lib turib, yirik tadbirkor bo'lib turib, mashinasi yo'q. Mayli, xudo olasa nima deyishimni bilmadim aka. Xudo olasizmi? Ili Endi bilasizmi, olishimiz mumkin, lekin olishdan muammo yo'q. Yo'q, olishdan umuman muammo yo'q. Masalan, meni qizlarim 3 ta qizim ham uydan bu yoqqa kelishda ba'zi paytlar avtobusda ham kelib ketishadi. Bolalarimizni shunaqa tarbiya qilishimiz kerakki, oson yo'l bilan emas, qiyin yo'l bilan. Ular qiyinchilikni his qilish kerak. Ertaga qizlarimiz to'yib bo'lib boradigan joylarida survive, yasha olishi uchun. Chunki hayotimiz, sharoitimiz har kun bir xil bo'lmaydi hech qachon. Hamma sharoitni qilib bersak, hozirgi bugungi kunda ertaga ular hech narsa qila olmasdan oddiy qulga aylanib qolishi mumkin. Ajoyib. Mana millioner odam turibdi, millioner. Lekin ajoyib gaplar. Xudo xohlasa, mana hozir Fast Educationga boramiz. Ularga obuna bo'linglar, bizga like bosinglar. Rahmat. Rahmat. Mana hozir biz Fast Educationga keldik. Aka, bu birinchi filialingizmi bu? Tushuntirib bering. Dagbitskida o'zida 4 ta filialimiz bor va bittasiga kiryapmiz bugun. Ketdik. Ketdi. Fast Education 2005-yilda ochilgan. Ha, 2005-yildan beri ishlaydi. Fast Education. Hop. Assalomu alaykum. Bu yerda administratsiyamiz. Bolalar kelib, bu yerda registratsiya qiladi. Va assalomu alaykum, registratsiya qiladi. Registratsiyada ham mana planshetlar bor, ekzamen topshiradi. Birdan darajasini aniqlashtirib, gruppaga qo'yilib ketaveradi. Bu yerga qarasangiz, qayerda filiallarimiz bor, belgilab berilgan, bitta belgilab berilgan. Tushundim, zo'r, yaxshi. Hop, bu yerda ballarimiz bor va bu yerda jurnallarimiz, yana planshet, bolalar o'tirib, bu yerda ekzamen topshirib ketaversa bo'ladi. O'zingiz ham bu dars berib turasizmi? Albatta, bu yerda dars berib turaman. Bu yerda yangi kelgan studentlar bu yerdan ekzamen topshiradi, lekin Fast Educationni ajralib turadigan narsasi nima desa, har bitta filialimizda waiting area bor. Waiting area bu ota-onalar qarab turadigan joy. Bolalar ham barvaqtroq kelib qolsa, o'sha yerda o'tirib turadi. Yoki darsdan zdaniyizmi? Ha, bu ham o'sha zdaniyaning davomi bu. Voy, buncha katta. Bu necha naqa, necha so'ltiga qurilgan, necha kvadrat metr, kichkina bo'lmaydi bu uchun sentrda. Yo'q. Ha, hozir birgalikda ko'ramiz, keling.
Eshikni sekin yoping. Xo'p. Kirishimiz bilan ustozni baholang. O'tga pul tashashadimi? Yo'q, bu yerda ustozni baholang. Ular cheklarida dars qanday bo'lganligi haqida yozib tashlab ketishadi. Bolalar. Ha, yo'q. Ha. How done is undone. Nima degani endi bu? Bilasizmi, biz bolalarga bitta narsani o'rgatamizki, bitta narsani maqsad qildingmi, oxirigacha bor. Hozir mana shu bolalarimizda consistency yo'q. Bitta narsani boshlaydi, ozgina qiyinchilik qilsa, boshqasiga o'tib ketadi. Biz bu yerda shuni aytmoqchimizki, bir maqsad qildingmi, oxirigacha harakat qil. Intizom qilib qilish kerak demoqchisiz. Albatta. Bu yerda ota-onalar o'tiradigan joy ekan-a? Ha, bu yerda masalan bolalarni olib kelishadi, waiting area. O'tirishadi, bolalar darsga chiqib, dars tugatguncha shu yerda o'tirib turishadi. Shular sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Mana bu xonani nima bu coworking zonami yoki nima? Ha, bu biz nomlaganmiz, papa mama deb nomlaganmiz. Ya'ni xuddi ota-onaday bolalarga mehribon bo'lib, tushunmagan mavzularni shu yerda tushuntirib berish kerak bo'ladi. Xohlagan payt kelib siz individual ishlashingiz mumkin va bu mutlaqo bepul. Bu mentorlar bo'ladimi yoki supportlarmikan? Yo'q, xuddi supportga o'xshagan, faqat biz uni nomini papa mama deb ataganmiz. Ha, bu ham shunaqa, bu ham shunaqa. Bolalar o'tirib. Ha, bu travel agency'miz, Fast Travel Abroad agency'miz. Ha, bu отдельный biznes. Ha, bu ko'pincha mana bu summer camp, winter camp, Angliyaga borishlari mana shu bo'yicha ishlaydi. Ha, hamma narsa uni klaster ekanda biznesda. Hamma narsa o'ylangan ekan. Hamma narsa bor ichida. Zo'r, yana bitta nomor boshqa. Xo'p, bu yerda mana qarasak, kassamiz bor. O'zimizning kichkina magazinimiz bor. Narsalar sotiladi, o'zimizning narsalarimiz va bu yerda bu xonamizda sifat nazorati security department bor. Kameramenlar o'tiradi. Nafaqat bolalarni, umuman hamma binolarimizni, darsning sifatini, hamma narsani nazorat qiladigan joyimiz. Bu yerda darslarni videoga olib qo'yiladi. Selto ustozlariga bitta-bitta tashlanadi. Selto ustozlarimiz darslarini ko'rib, kriteriya bo'yicha o'zini nimasi bor, kriteriyasi bor, tekshirib chiqadi-da, ball qo'yib chiqadi. Masalan, 100 dan 70 ball olsa, yaxshi, 80 olsa undan ham yaxshi, 90 olsa undan ham yaxshi, ya'ni master bo'la oladi. Lekin agar pastroq ball oladigan bo'lsa, o'sha o'qituvchi avtomatik uni qayta tayyorlashga borish kerak bo'ladi. Tushundim. Bu yerda ham Face ID orqali kirishadimi? Hammasi Face ID orqali kirishadi. Masalan, bu yerda muhim narsa nima? Face ID kirib chiqqanda soобщение ketadi va o'qituvchilarda shunaqa platforma yasab berganmiz. O'qituvchilar baho qo'yadi bolalarga. 5, 3, 4, 2 qildi. Boradi, uydagilarga soобщение boradi. Assalomu alaykum, men falonchi ustozman. Bolangiz bugun 3 oldi, bugun 4 oldi. Hamma narsa nazoratda. Dahshat. Zo'r, bu eng katta filialingizdan birimi yoki katta? Yo'q, eng kattasi bu deya olmayman. Bundan ham kattasi bor. Buni qulaylik tomoni nimada? Bu mana ko'rsangiz, hovlisi ham bor. Bolalar masalan bu yerda aylanadi. Bog'ni qarang, qanaqa chiroyli. Bu sizning joyingizmi bu ham? Ha, bizning joyimiz. Voy, bolalar uchun katta. Bundan katta bormi? Bitta narsada bizni farqlaydigan narsamiz, bizning darsimiz soati X soat. Masalan 1 soat emas, 120 minut emas, X soat bo'ladi. X soatning ichida 15 minut bolalar toza havoda aylanib mashq qilishadi, o'qiydi toza havoda. Ya'ni sinfning ichida masalan pair work qilmaydi-da, tashqariga chiqib, mana bu yerda havo almashtirib, bolalar yurib yoki mana bu yerda manzarada o'tirib dars qilishadi. Dahshat. Bu necha yildan beri ishlaysiz shu filial? Bu filial adashmasam уже bir 7 yil bo'ldi. 7 yil. Voy, bu birinchi filial shumi? Yo'q, bu birinchi filial emas. Ha, yo'q. Bu 4-mi, 3-chi filialimiz. Dahshat. Zo'r, yana nima o'tib bor ko'rsatishga? Albatta, mana sinfxonalarni ko'rishimiz mumkin. Sinfxonalar qanaqa, bolalar qanday dars qiladi va bitta narsani bu yerda aytish kerak. Har bitta filialimizda alohida hamshiramiz bor. Mana hozir birinchi kelayotgan hamshiramiz bu plazada hamshira bo'lib ishlaydilar. Nima uchun biz hamshirani olganmiz? Mana biz yozib qo'yamiz. Care center. Chunki bilasizmi?
ba'zi bolalar ro'yxatdan olinayotganda biz administratorlar so'raydi, bolangizda biror xil kasallik bormi, dars paytida ko'proq chiqib turish kerakmi, nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti deb so'rab olib anketadan to'ldirib qo'yadilar va o'sha bolaga ro'yxatini hamshira opamizga berib qo'yamiz. U kishi dars paytida o'sha bolalarni yana nazorat qilib turadilar. Keyin har kuni bir 10 ta bolani ota-onasiga telefon qilib, ular haqida so'rovnoma olib boradilar. Qanaqa bo'lyapti? Masalan, bir kun shunaqa voqea bo'lgandiki, bola keldi, ovqatlanmasdan kelgan. Kelganda keyin dars paytida mazasi bo'lmagan. Hattoki mana shunaqa voqealar ko'p bo'lgan sari biz har bitta filialimizga hamshira qo'yganmiz, bolalarni sog'lig'ini nazorat qiladi. Ajoyib. Boshqa naqalarda uchinchi sinfda ko'rmaganman. Bu tinchda o'quvchi o'qiydi? Bu yerda shu 3000 ta atrofida o'qiydi. Mayli klassga kirmasak ham bitta tashqaridan ko'rsak, mana bolalar mana shu nimada o'qiydi. Dars qilib o'qiydi. Hammasi alohida o'tirib darsini qiladi. Mana biz hozir Fast Education ikkinchi filialiga keldik. Bodirga qisqacha ma'lumot berib o'ting. Bu Fast Education Magic filiali mana shaharning o'rtasida, yagona darchani oldida, Frunzeda joylashgan. Bu yerda bu Fast Educationda 1000 tadan ko'proq bolalar o'qiydi. Asosan bu yerda IELTS bilan SAT matematikasi, SAT English parti o'tiladi. Aha. Mana eng qiziq savol, boya aytmadik. 1 oylik abonement necha pul? Xo'p, kurslarimiz 500 mingdan boshlanadi. Ish bilan ketadi. Ketadi, 600 ming, 700 ming bo'lib ketaveradi. Tushundim. Qisqacha obzor qilib berasizmi? Albatta, kelinglar. Taklif qilamiz sizlarni. Xo'p. Mana kelganda bismillah. Bu yerda mana kutib o'tiradigan joyda bolalar kelib bu yerda ekzamen topshirishi mumkin. Kirishidek planshetda topshiradi va bu yerda mana administratsiya o'tiradi. Bu mana rezultatlar, IELTS rezultatlar, natijalar. Rezultat Fast Education necha bo'lgan? Eng kattasi 8,5 bo'lgan. 8,5 bo'lgan. O'z o'quvchisizmi? O'z o'qituvchi? O'zimning o'quvchilarim. Faqat bitta narsa, bizning maqsad hammani 9 qilib chiqarish kerak emas. Maqsad ma'lum ballni olib bolalar endi ma'lum bir aniq sohani olib rivojlanish kerak-da, ixtiro qilish kerak. Hamma hozir IELTSdan 9 olish kerak degan narsa yo'q. U bilan ko'p uzoqqa bora olmaydi. Bu faqat til barrierasini o'tganini bildiradi. Masalan, 7 olib ham o'sha universitetga borish mumkin, 9 olib ham borish mumkin. To есть sizning maqsadingiz 9 olish emas bu yerda. Yo'q, hatta 9 olib nima ko'rsatish shart emas. Ma'lum bir bolalarni ko'proq bilim berib, ma'lum darajaga universitetlarga jo'natish. Demak, siz aytmoqchisizki, mana bizlarni kuzatayotgan insonlar 7-6,5 olsa bu yaxshi natija o'sha. Yaxshi, albatta, yetadi. Chunki mana qarang, siz 6,5-700 ni olib universitetga topshirishingiz mumkin, lekin hozir IELTS nima maniya ketgan, u yana 1 yil o'qib 9 oladi, universitetga boradi yana. U bo'ldi, universitetga kirish 7 bilan bo'ldi, 9 bilan ham kirsa bo'ladi albatta, lekin scholarship berishi mumkin. Lekin 7 bilan ham o'sha narsani olib ketaveradi. Bolalarga bitta mesej berish kerakki, ular balni shunday olib, keyingi maqsadga o'tish kerak. Bitta maqsadga to'xtab qolmaslik kerak. Tushundim. Zo'r. Bu necha etajli joy, necha kvadrat, necha odam sig'adi, 1000 ta odam o'qiyapti deysiz. Hozir bu binomiz Obshiy 1,5 ming kvadrat, 2 etajdan iborat. Bu yerda hozir 1000 tadan ko'proq bola o'qiydi, aslida 2000 tadan ko'proq o'qishi mumkin. Tushundim. Bu ham sifatmi? Albatta, o'sha sifat nazoratida butun tizim bitta. Sifat bo'yicha, natija bo'yicha juda ko'p natijalar chiqaryapti bu yerda. Sifati kameraman, quality department tomonidan boshqariladi, kontrol qilinadi. Endi savol mana har oy 10 ta o'quvchi bo'lsa, bu degani 10 tasidan necha foizi naqa topshirsa ekzamen o'tyapti IELTSdan? IELTSdan men aytishim mumkin, 99% hammasi o'tadi. Kerakli ball. Kerakli ballni olib ketadi.
Universitet kimdir aytadiki, menga 6 kerak Botir aka. Men ko'p vaqtimni o'tkazmoqchi emasman. Chunki men matematika bilan shug'ullanishim kerak. Ular masalan 2-3 oy o'qiydi, 6sini olib ketaveradi. Kimdir 9-8 deb o'tirsa agar ko'proq shug'ullanishi kerak. Tushundim. No, asosiysi 9 olaman deganga ham aytasiz, senga 9 kerak emas deb aytasizlar. Albatta. Shuni bu yerda nima ko'rsatishing mumkin? Nima bor? Xo'p, bu xonamizda mana bu yerda klasslarni ko'raylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir minut vaqtlaringizni olamiz. Mana bolalar, bu yerda hozir matematika darsi bo'lyapti. Ustoz bitta shug'ullanib ketadi. Ya'ni siz ingliz tilidan tashqari matematikani ham o'tadi bu yerda, to'g'rimi? Albatta, matematikani ham o'tadi. Bu shu 500 ming, 600 ming narxi chegaradimi? Matematika uchun alohida to'lov. Alohida. Bu ham shu taxmin shunaqa, to'g'rimi? Shunaqa. Tushundim. Zo'r. Bitta klassda nechta odam o'qiydi? Mana hozir ko'ryapsizmi? Mana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bola o'qiyapti. Maksimum. Yo'q, endi matematikada shunaqa. Masalan, ingliz tiliga kirsak, 15 ta 20 gacha borishi mumkin maksimum. Lekin eng muhim narsa nima bu yerda? Darslar men boya aytganimdek, X soat to'xtovsiz X soat dars bo'ladi. Soati kam bo'lmaydi hech qachon. Boshqalarda qanaqa? Men prosta bormayapman, bilmayman. Ko'p joylarda biz ko'ramiz, soati 1 soat, 1 soat 20 minut. U bitta reading qilish uchun yetmaydi, yo bitta writing qilish uchun, listening qilish uchun men o'ylaymanki bu soat yetmaydi deb. Tushundim. Mana klasslarni ko'raylik. Hozir endi soat bu yerda ham shu 15 tagi odam sig'ar ekan-da. Shunaqa darslar bo'ladi. Mana ustozning proyektor bor, ustoz o'tiradi, bu yerda proyektorda, o'sha doskada dars qilib o'tirishadi. Zo'r, dahshat. Hammasi takoy remontli, ijod qilingan. Dahshat. Keling. Xo'p, mana endi nimaga boradigan bo'lsak, alohida masalan self study zonamiz bor. O'sha self study zonani ko'rsak, birgalikda. Qayerda self study zona aytam? Mana bu xonada. Ya'ni library, kutubxona deymiz, u yerda bolalar self study qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bolalar o'tirib, mana qarang. Kompyuterda bu computer lab, bolalar o'tirib kompyuterda reading, listening, speaking, writinglarni qilib o'tiradi. Bu yerda yana kitoblar bor. Bolalar o'tirib shug'ullanadi. Bu yerda qaysi metodika bo'yicha o'qitasiz o'zi? O'zi hamma metodika bir xil tizim qilingan. O'sha tizim bo'yicha hamma dars o'tish kerak. O'sha tizimni keyin sifat bo'limi bitta tekshirib, nazorat qilib chiqadi. Qanaqa bo'lyapti, qanaqa shaklda bo'lyapti, qaysi ustozda qayerda kamchiligi bor. O'shani topib, Celta department masalan boradi, ularga yana o'rgatib, maslahat berib ketaveradi. Ya'ni fikrnoma yozib beradi. Qayerda qanaqa kamchiliklari bor. O'shalar ustida ustozlar, butun jamoa birgalikda ishlaydi. Bu sizning nechinchi filialingiz bo'lgan? Bu filial ko'pligidan ko'p adashamiz. Oxirlardan birimi bu? Yoki boshqa ochilgan? Yo'q, oxirlardan biri desak ham bo'ladi. O'zi fast educationda tizim qanaqa ishlaydi? Bilasizmi? Tizim umuman boshqacha. Har bitta darajada alohida o'qituvchi dars beradi. Masalan, siz gruppa oldingiz, A1 darajada, IELTS gacha siz olib bora olmaysiz. Siz A1 ni dars berib bo'lganingizdan keyin A2 ga boshqa o'qituvchi oladi. Lekin olayotganda sizdan examen department bitta tahlil qilib, ekzamen qilib beradi. Tushundim. Tugatdi, o'tdi degani emas. O'tdi degani emas. Va o'sha tahlil bo'yicha ekzamendan agar birinchi o'rinni olsa, biz o'sha bolaga 1 oylik bepul dars beramiz. Oxirgi payt statistikani ko'rsam, mana shunaqa Grand Fast Education'ga berganimiz, bolalarni bepul o'qitganimiz 1 milliard so'mdan oshgan ekan. Yo'g'i? 1 milliard so'm. Demak, sizlarda o'quvchilar hammasi natija qilar ekanda, ko'p. Albatta, chunki bilasizmi, mana shunaqa sharoitlar qilib berganimizdan keyin bolalar harakat qiladi ota-onasiga yordam berishga. Ekzamenda bizda bilasizki, ekzamenni alohida komanda oladi. O'qituvchini o'zi olmaydi.
va ekzaminlar one to one bitta bo'ladi. Kompyuterda emas, telefonda emas. Hammasi individual olinadi. Reading, listening, speaking, writing hammasi izoh, feedback bilan beriladi va rezultatlari chiqadi. Tanish bilishli ishlamaydi. Umuman tanish bilish ishlamaydi. Ajoyib. 1 milliard so'm naqaga. Mana nima demayman bo'ladi boshida hammasi grantlarga, hammasi yaxshi sharoitga berishga. Albatta, mana masalan o'sha bolalar grant olganda biz ularni borib maktabga tabriklab kelamiz. Maktabga bolani tabriklaymiz va bolani o'sha maktabdagi rahbarini ham tabriklab kelamiz. Bu yerda biz shunaqa narsa qilmoqchimizki, bolalarga dalda bermoqchimiz. O'qishiga, boshqa sinfdoshlari ham o'qishiga dalda beryapmiz, ruhlantiryapmiz va o'qituvchini mehnatini ham qadrini ruhlantirib qo'yyapmiz. Dahshat, zo'r. Bu filialdan tushundik. Endi keyingi filialga o'tamizmi? Albatta. Qani ketdik. Mana biz hozir Family Parkga keldik. Bu yerda ham filialingiz bormi aka? Albatta. Targ'ibot Shu sentrida Family ham Parkning ichida bor. Bu yerda nechta odam o'qiydi? Bu yerda 1,5 mingtadan ko'proq bolalar o'qiydi biz bilan. Ajoyib, bir ko'rsatasizmi? Albatta, ketdik. Mana Fast Education Family Parkning 1-etajida kinoteatrning oldida joylashgan. Ha. Bu yerda ham remontlar zo'r qilingan, ha? Albatta, hammasi zamonaviy. Fast Education oliy maqsadi yoshlarni boshqa davlatlarga sarson bo'lib ishlab yurishni oldini olgan holatda o'zimiz yurtimizda ularga ilm berib, yaxshi ish bilan ta'minlash va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish orqali kelayotgan har bir ilm istigida bo'lgan o'quvchilarni. Albatta, oliy maqsad. Men yoshligimda institutda o'qiganimda kechasi mardikorlik qilganmiz bitta o'rtog'imiz bilan. Keyin biz aytganmizki, biz shunaqa narsa qilishimiz kerakki, kelajak avlod biz qilgan ishni qilmasin-da, o'qisin-da va ustoz darajasiga yetib dars bersin. Shu uchun ko'rgan bo'lsangiz, ustozlarimiz yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham iste'dodli yoshlar. Shunaqa. Bu yerda nima ko'rsatasiz? Nimada bu yerda bor? Xo'p, mana birinchi navbatda har bitta resepsiyonda mana bunaqa ekranimiz bor. Bu yerda Londonga olib borishlarimiz, qanaqa kurslarimiz bor, hamma ma'lumotlar shu yerga yoritib beriladi. Shundan bu yerda uni waiting room deyiladi, nima deydi? Bu yerda kelgan masalan studentlar o'tirib turadi, keyin ko'rib, masalan, bironta kursni tanlab o'qishga kirishi mumkin bo'ladi. Xo'p, tak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, keling. Assalomu alaykum. Bu yerga e'tibor bersangiz, bu yerda ham hamma filialimizda bor bu narsa. Nechta filialimiz bor, hammasi shu yerda ko'rsatib berilgan. Keyin bolalar bu yerga keladi-da, o'tirib, test topshirib, kursga yozdirishi mumkin bo'ladi. Hamma joyda bir xil sistema. Bir xil tizim, standart. Давайте birinchi, ikkinchi etajdan boshlasak. Bu necha kvadrat? Bu yoq 1000 kvadratga yaqin joy. Hamma filiallaringiz katta. Katta, to'g'ri. Standartga javob bermasa, biz ko'rib chiqyapmiz. Kichkina bo'lib qolayotgan bo'lsa, albatta uni almashtirishga harakat qilyapmiz. O'zgartirasiz filial. Albatta, biz hamma joyda standart bir xil bo'lishi kerak. Siz qaysi filialga borishdan qat'iy nazar, hammasi bir xil. To'g'ri. Ko'rdim. Kirib kelishimdan hamma narsa bir xil. Bu vahshiy dahshat remont ekan. Bu umuman boshqacha dizaynlar qilingan. Bolalar hamma joyda xonada nastoyli tennis bor. Bilasizmi, bitta narsani bilaman. Tennis o'ynasa sharpen your mind deydi-da. Miyani charxlaydi. Bolalar dam oladi, yana darsga o'tirib ishlab ketaverishi mumkin bo'ladi. Bitta savolda mana aytasiz 10 mingta o'quvchi bor. Hamma joylarda shunaqa katta. Maktabda shuncha o'quvchi. Baraka nimada? Qatdan shuncha baraka? Zo'r. Birinchi dars berganimda, birinchi doskani olganimda, hali ham o'sha doska menda turibdi. Ingliz tilida In the name of Allah
The Beneficent, the Merciful. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaganman. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, har kuni ertalab ota-onam bilan bolalarimdan duo olib chiqaman. Uchinchisi bilasizmi? Muhimroq deb o'ylayman. Ish qilganimizda nafaqat o'zimizni manfaatimizni, boshqalarning ham manfaatini ko'ramiz, studentlarni. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, hamshira bor. Shunaqa. Ekzamenni boshqa umuman bo'lim oladi. Bitta ekzamen bo'limini yopsam, o'qituvchilarning o'ziga aytsamki, o'zlaringiz olinglar desam, necha million foyda bilan chiqishimiz mumkin. Lekin ekzamen bo'lim umuman boshqa bo'lim va 14-15 ta bola ishlaydi-da, borib har bitta guruhidan o'zi ekzamen olib rezultatlarni chiqaradi. Bu ham obyektiv rezultat chiqadi. Va o'qituvchini qanchalik yaxshi dars berganini ham ko'rsatib beradi. Shunda deng. Keyin mana qo'shimcha papa mamani ko'rsatdik. O'tirib individual shug'ullanadi, bepul. Shunaqa. Tushunyapsizmi? Shunaqa. Mana shu narsalar. Keyin bolalarga biz projektlar beramiz. Prezentatsiyalar qiladi, TED Talklarga qatnashadi. Bular hammasi bolalarni rivojlantirishga, ularni tayyor shaxs qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Baraga shunday ekan demak, to'g'rimi? Albatta. Xudo xohlasa bu filiallarni ko'paytirish maqsad bormi? Ya'ni hozir sizda 9 ta. 100 ta qilmoqchimiz. To'g'risini aytsammi? Hozircha yo'q. Chunki birinchi navbatda sifatga e'tibor beryapmiz. Men faqat majlis qilganimda aytamanki, birinchisi sifat bo'lish kerak. Sifat bo'lmasa shart emas. Ishlamaymiz. Sifatsiz bo'lgan narsada ishlamaymiz. Son muhim emas. Son muhim emas. Natija bo'lish kerak va sifatga ishlashimiz kerak. Chunki o'qituvchilarimizga fast educationda to'g'risini aytaman, hamma o'qituvchi ham ishlay olmaydi. Yo'q, ularga ham talab bor. Juda katta talab bor. Men sifat nazorati bolalar bilan o'qituvchini shunaqa nazorat qiladi. Ba'zi o'qituvchilarimiz o'zi tan oladiki, Botir aka, men bu tizimda ishlay olmayman, qiynalyapman. Shuning uchun men aytamanki, bizga fidoi o'qituvchi kerak. Faqat oyligimni oldim, ketdim emas. Maqsadi, missiyasi biznikiga o'xshash bo'lishi kerak. Yoshlarni tarbiyalab bizdan kuchli qilib chiqarish kerak. Mana shuni o'ylashimiz kerak. Dahshat, zo'r gap bu. Sizda shunda faqat shu etajda naqami, o'quvchilik yana bormi? Yana bor, bu yana joyimiz bor. Yo'q. Yana bu ko'ramiz bo'lmasa, boshqa joyni ham. Shu bu ikkinchi etajda, birinchi etaji ham bor. Xo'p, birinchi etajga tushdik, muncha katta, vasha katta. Bu aniq 1000 kvadratmi? Yo'q, bu 1000 kvadrat deymiz, lekin aslida ko'proq. Endi men bitta klassga kiramiz, ko'ramiz qani nima bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ekzamen ketyaptimi? Ha, buncha xalaqit bermaylik. Ustoz, 1 million. Xo'p, bolalar nimadan ekzamen topshiryapti? House Foundation ondan darslarni ekzamen topshiryapti. Hozir vokabulardan. Bilasizmi? Har 5 ta darsda ekzamen bo'ladi va ota-onalarga rezultatlarini bitta telefon qilib aytiladi. Qanaqa bo'lyapti, qanaqa rivojlanish. Lekin fast educationda hamma ham o'qiy olmaydi, chunki natija bu sifat katta, talab katta. O'qituvchilar juda ham demandingda, talabchan. Agar bola ozgina dang'osa bo'lsa, qochishni yo'lini topadi. Chunki kirib chiqqaniga esimiz boradi, ustoz baho qo'yadi, esimiz ketadi. Yana ustoz bitta telefon qilib har 5 ta darsda bolani o'zgarishi, progress rate bor. Ustozlarda progress rate ni yozib boradi. Birinchi darsda bola nima bilan keldi, keyin har 5 ta darsda qanaqa o'zgarishlar boryapti, hammasi yozib boriladi. Bularda Google Sheet'da yozib borilgan narsalar sifat bo'limidan tekshirib ketiladi. Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Dahshat, zo'r. Rahmat ustoz. Rahmat. Mana o'g'illari ingliz tiliga tayyorgarlik ko'rganimda kirishardi orada kamera bilan yerga kimdir kirganda qarab turardim-da. Sizlar o'tirib turinglar, men o'rnimda bilasizlar qanaqa sizlar syomka qilasizlar, men bu yerda qiynalganman, ekzamen yozaman degan fikrlarim xuddi shu endi menda. Xo'p, xudo o'zi nima bor bu yerda aka?
Bu yerda har bitta filialimizda bor narsa bu kutubxonamiz. Oq xonaga kiramiz. Keling. Kutubxonada bu yerda birinchi narsa bu avatar. Mana bolalar keladi, ustozi bilan speaking qilishdan qo'rqsa, Botir AI bilan speaking qilsa bo'ladi. Asadbek bitta ko'rsating. Ya'ni siz bilan. Ha, Botirning avatari bilan speaking qilsa bo'ladi. Mister, siz bitta keling qani? Tayyorlandingiz. Ha. Birdan speaking qilsa bo'ladi. Botirga telefon qo'yaptilar. Ha. Buni громкийsi ham dinamika? Naushnik bilan bo'ladi. Kitobimizdagi savollar bilan mana Botir aka chiqadi, o'zim, avatarim, chat now shu qo'yib beradilar. Keyin savol beradi. Savol-javob beriladi. Savol-javob bo'ladi. O'sha kitobdagi speaking savollar hammasi qo'yilgan avatarga. Avatar o'sha speaking savollari bilan savol-javob qiladi bola bilan. Ba'zi payt bo'lishi mumkin. Ustoz bilan gapira olmasa, qo'rqish borda bolalarda. Kelib avatar bilan speaking qilib ketishi mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Texnologiya deydi. Ko'ryapsizmi? Mana sharoit, mana smartboard. Mana bolalarimiz dars qilib, mana kutubxonada kitoblar bor, o'qiydi. Va alohida joylari ham bor. Ha, alohida joylari ham bor. Hech kim bir-biriga xalaqit bermaydigan darajada bolalar o'tirib shug'ullanadi. Hattoki traditional narsa ham qilganmiz. Ko'rpacha qo'yib kimdir agar shuni nima qila olmasa, shu yerga o'tirib ham dars qilishi mumkin bo'ladi. Mana sharoitlar. Endi savolda mana shuncha kutubxona, har bitta naqizda kutubxona bor. Bor. Mana bu yerda AI bor ekan. Nimaga sizga bu kerak? Chunki bilaman AI rasxod. Katta rasxod. Rasxod uchun oylik to'lovi bor. Necha pul shunday ayting, hatto shu pulni gapirmang, mana buni ayting. O'sha oylik to'lovi mana bu avatarniki bir oyda kamida $500 ketadi. Bitta filialga. Bitta filialga. 4500 ketadi umumiy. Voy, bitta. Bu siz aslida boshqalar qilmaydi, u qilmaydi. Ekonom nima his qilasiz? Bilasizmi, o'sha jamiyatga hissa qo'shish, bolalarning bilimini ochib berish. Biz ko'ryapmiz, yoshlarda nima muammo bo'lsa, har bir tadbirkor, ta'limdagi inson jamiyatdagi bitta muammoga yechim berish kerak. Shu yechimni berib ketaveryapmiz. Kelajakda yana qanaqa muammo chiqsa, unga ham yechim berib ketaveramiz. Boya men Oxford maktabida ko'rdik-ku, bolalar telefon topshirib ketyapti. Nima uchun qildik? Chunki bolalar kommunikatsiyasi yo'qolib borayotgandi. Keyin uni olgandan keyin telefonlarni bolalar bir-biri bilan ishlaydigan, projektlar qiladigan bo'lishdi. Tushundim. Endi savolda mana men o'ylamaymanki, Samarqandda kimdirda 10 mingta o'quvchi o'quv markazida bor deb o'ylamayman. Men o'ylaymanki, siz birsiz, number 1, number 1. Mana tepadagi boyagi gap, rule number 1, never be number 2 degan gapingiz bor. Men o'ylaymanki, siz Samarqand shahrida number 1 siz deb o'ylayman. Mening fikrim bo'yicha, 10 mingta kimda bor men bilmayman, hali ko'rmaganman. Aytmoqchimanki, raqobatchilikka qanaqa qaraysiz? Chunki ular kam emas, ko'p. Bilasizmi? Men umuman raqobatchilar deb bilmayman. Chunki meni qadriyatim boshqacha. Men esingizda bo'lsa bir narsa aytdimki, yoshligimizda uydagilar Rossiyaga borib ishlaganlarida biz g'ururimizga juda qattiq ta'sir qilgandi. Men keyin o'yladimki, yo'q, biz yoshlarni og'ir ish, mehnat qilish uchun Rossiyaga, Koreyaga xo'rlashi shart emas. Xo'rlanishi shart emas. Ularga shunaqa bilim beraylikki, ular shu yerda o'z joyini topsin. Endi qarang, raqobatchilar deb nimaga aytmayman ularni? Chunki ular xuddi menday bir-birimizga yordam beryapmiz. Yordamchilar deb aytaman. Masalan, shunaqa holatlar bo'lgan, sinfda bitta bola yaxshi o'qimagan, siz o'qimaysiz, siz bo'lmaysiz deganimga uni jahli chiqdi. Maqsad ostida shunaqa qildirdim. Uni rus tilida jajdasini, olovni yondirdimda, u mendan chiqib boshqa o'quv markazida o'qidida menga sertifikatni yuboryapti. Men deyapman, mission accomplished, missiyamni bajardim. U bolaning rezultati men orqali chiqdimi, siz orqali chiqdimi yoki boshqa kishi orqali chiqdimi?
Bo'ldi, vazifa bajarildi. Mani bolalarim kelajakda Koreyada, Amerikada yoki Avstraliya, Kanadada bormoqchi emas, shu yerda qoladi. Biz ularni zo'r qolishi uchun ularni atrofidagi jamiyatni to'g'ri qilishimiz kerak. Bilimli qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu o'quv markazlar hammasi bir-biriga do'st, bir-biriga yordamchi bo'lish kerak. Biz jamiyatni rivojlantiryapmiz, bilim beryapmiz. Ular top universitetlarga boryapti. Men boshqalar o'quv markazining bolalari top universitetga borsa, juda ham xursand bo'laman. Chunki men o'sha vazifamni men o'zimga yuklab olgan missiyamni boshqalar ham qilyapti. Menga bu yordam. Tushundim. Demak, siz ularga hamkasb bo'lasiz. Albatta. Zo'r. Keyin finalga ketdingmi aka? Albatta keyingisiga boramiz. Keyingisiga ketdim. Qani ketdik. Hozir bizda 8 bo'ldi, lekin kech qaramasdan mana keyingi final keldi. Aka, bu qaysi final qayerda joylashgan? Bilasizmi, bu Selskida joylashgan. Xo'jarur Vali masjidini to'g'risida. Kelinglar. Ketdim. O'sha o'quvchilar yo'ldashmasan, hamma ketgan. Yo'q, bor. Kamroq bolalar qolgan. Lekin mana ertalab barvaqt soat 7:30da darslar boshlanadi va bolalar kelib bu yerda mana shu regiondagi bolalar shu yerda o'qiydi. Bu unikalnisi nimada? Bilasizmi, bu yerda dizayni ozgina boshqacha, rezultatlari ham umuman boshqacha. Bu yerda ham balandroq bolalar, ko'proq mehnat qiladigan bolalar va mana shu qulayliklarni qilib qo'yganmiz. Bolalar kelib bu yerda dars o'qishi mumkin, qarab turishi mumkin va albatta har bitta joyda ko'rganingizdek Face ID bor. Eng chiroyli joyi bu yerda o'zi Fast Educationni boshqalardan ajralib turadigan narsasi o'zini hovlisi bor. Open air lesson deymiz. Hovlida dars o'tiladi. Qani mehmon oling qani. Men diyetaman. Diyetani buzmayman lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang. Mana xudo xolasa oxirdan bittasi, to'g'rimi? Albatta. Keyingi filial oxir bo'ladi va o'sha kech bo'ldi. Bitta choy ichamiz, keyingi filialga chiqamiz xudo xolasa. Albatta. Botir Jo'rayevga obuna bo'linglar va like bosishni unutmanglar. Rahmat. Mana bizani intervyuimizni o'z nihoyasiga yetyapti. Bizni 9 ta Fast Education filiallaridan 5 tasini ko'rib chiqdik va xudo xohlasa Oxford School ham har bitta detallargacha ko'rib chiqdik. Bu video sizlar uchun manfaatli bo'lgan degan umiddaman. Botirjon aka, bizda shunaqa traditsiyamiz bor Millioner klubida. Videoni kim oxirigacha ko'rsa, ularga sovg'amiz bor, ishtirokchilarga. Ya'ni biza ko'pi bizani millionerlarimiz nima berishadi? Kimdir iPhone, kimdir soat, har xil narsa berishadi. Siz nima berasiz? Xo'p, bilasizmi, biz ta'limda, tarbiyada shu uchun umraga yo'llanma beramiz. Lekin agar o'sha yutgan inson ota-onamni jo'nataman desa, biz ota-onalariga ikkita yo'llanma qilib beramiz. Dahshat, bu iPhonedan ancha qimmat chiqadigan narsa. Unda men shartini aytaman. Shart qanaqa bo'ladi? Agarda siz umraga sayohat olmoqchi bo'lsangiz, buni sharti Fast Education YouTube kanaliga kirasiz, o'tda Millioner klubi bilan intervyuni olasiz, kesib o'zingiz reelsingizga qo'ysangiz, 30 kun ichida kemin ko'p prosmotr olsa, shu inson agar o'zi uchaman desa umraga bitta yo'llanma, agar ota-onam yuboraman desa ikkita yo'llanma yutib olishi mumkin. Mana bu yerda bizni kanalimizdan qoldiramiz. Har kuni o'tda ko'rishingiz mumkin isbotini, kim qancha qo'yyapti, statistikani ko'rishingiz mumkin. Botirjon aka, sizga kattakon rahmat. Rahmat Diyorbek. Xudo xohlasa yaxshilikni ko'rishaylik, bu videomiz odamlarga manfaatli bo'lsin. Albatta. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Bu videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.